Prezidentimiz tashabbusi bilan jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish yo'nalishlarida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Natijada sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda yuksak tarixiy yutuqlarga erishmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan tinimsiz izlanishlari natijasida shonli g'alabalar yo'lini bosib o'tgan sportchilarning mahorat maktablarini tashkil etish va ommalashtirish kerakligi ta'kidlangan edi. O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi tomonidan barpo etilgan Akbar Jurayev nomidagi og'ir atletika maktabi ham endilikda yosh iqtidorlarni kashf etishga xizmat qiladi. Ijodiy guruhimizning navbatdagi safari yana bir ezgu tashabbus samarasini tasvirga olish uchun poytaxt viloyatining Bo'stonliq tumaniga yo'l oldik. Albatta, tabiatning uyg'onish pallasidagi maftunkor manzaralar kishi ruhini tetiklantiradi. Tog'lar, zumrad suv, yashil yonbag'irlar, bu yerda hattoki sukunat ham go'zal jaranglaydi. Odatda bu yerga odamlar dam olish, ilhomlanish uchun kelishadi. Ammo bu safar bizda ssenariy biroz boshqacha. Purviqor tog'lariga tutash manzaraga uyg'un yangi bunyodkorlik bo'y ko'rsatgan. Eski tashlandiq bino o'rnida qurilgan yangi zamonaviy obyekt. Olimpiya chempioni 3 karra jahon chempioni o'zining yuksak yutuqlari bilan yangi O'zbekiston nomini butun dunyoga tanitayotgan kuchli maqsad sari intiluvchan sportchi Akbar Jurayev nomidagi og'ir atletika maktabi. Prezidentimizning tashabbusi O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi tomonidan qisqa muddatlarda ro'yobga chiqarildi. Buning uchun 25 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Kutilgan hayajonli daqiqalar, maktabning tantanali ochilish marosimi. Mehmonlar orasida Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi, Milliy olimpiya qo'mitasi, Sport vazirligi, keng jamoatchilik vakillari, sportchilar bor. Odatda shamolning shovullashi eshitiladigan tog'lar orasida turar ekansiz, tabiat, hayot ritmini his qilasiz va harakat, tezlik, energiya, shijoat bularning barchasi g'alabaga bo'lgan ishtiyoq va kuchning o'zgacha aurasini yaratadi. Maktabning tantanali ochilishi haqiqiy bayramga aylanib ketdi. O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi raisi, senator Qudratulla Rafiqov ta'kidlaganidek, ushbu sport obyekti prezidentimizning nafaqat sport sohasi vakillari, balki xalqimiz uchun sovg'asi bo'ldi. Zero davlat rahbari tomonidan sportning har bir turiga katta e'tibor qaratilmoqda. Ulkan maqsadlarga intilayotgan yoshlarning salohiyatini rivojlantirish va ro'yobga chiqarish uchun sharoitlar yaratish yo'lida mislsiz sa'y-harakatlar qilinmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Sportchilarimiz esa yirik jahon arenalarida o'zlarini qat'iyat va ishonch bilan namoyon etmoqda. Bunga Parijda bo'lib o'tgan 2024-yilgi yozgi Olimpiya o'yinlarining yakunlari yorqin misol bo'la oladi. Unda O'zbekiston terma jamoasi tarixiy yuksak natijani ko'rsatib, jahon va qit'a reytinglarida munosib o'rinlarni egalladi. Bu g'alabalar zamirida har bir sportchiga e'tibor va zamonaviy infratuzilmani yaratish uchun keng imkoniyatlar mujassam. Ayni jarayonlarda O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi ham ommaviy sportni faol rivojlantirib, unga mehnat jamoalari va ularning oila a'zolarini jalb qilib, sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish orqali salmoqli hissa qo'shmoqda. Bu ishlar mamlakat miqyosida doimiy ravishda takomillashtirilmoqda. Xususan kuni kecha, ya'ni 24-mart kuni jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi yangi qonun hamda davlatimiz rahbarining sport sohasida moliyalashtirish va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan qarori qabul qilindi. Albatta, O'zbekiston sportini juda katta bir o'zgarishlar kutmoqda va juda ham yaxshi zo'r kelajak kutmoqda. Prezidentimiz imzolagan qarorga va qonunga e'tibor bersak, sportga oid katta bir huquqiy baza yaratildi. Prezidentimiz qaroriga binoan sport jamg'armasi tashkil etildi va 700 milliard fondi bilan ommaviy sportga, olimpiya sport turlariga, paralimpiya, surdolimpiya barcha O'zbekiston sportiga juda katta e'tibor prezidentimiz tomonidan va bunga juda katta minnatdorchilik aytamiz. Barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda sportimizga. Kelgusida bizga ko'rsatilgan g'amxo'rlik va e'tiborni medallar bilan, yangi g'alabalar bilan, vatanimiz bayrog'i ko'tarilishi, madhiyamiz yangrashi bilan amalda isbotlaymiz. Samimiy quvonch va minnatdorlik tuyg'ulari she'riy misralarga, tabrik so'zlariga va ezgu tilaklarga jo bo'ldi. Shundan so'ng Akbar Jurayevga yangi obyektning ramziy kaliti topshirildi. Mehmonlar bu yerda yaratilgan sharoitlar bilan tanishdilar. Haqiqatan hammasi puxta o'ylangan kompleks yechimlar va yaxlit tizimli imkoniyatlar tog'li qishloq hududida ro'yobga chiqqani barchani ruhlantirdi. Hech qayerda bir andozasi takrorlanmas maktabga ega bo'ldiki, chunki bir joyning o'zida ham musobaqalar o'tkazish mumkin, ham shug'ullanish mumkin. Nafaqat og'ir atletika, balki fitness zallari tashkil qilinishi, yotoqxonalarni ovqatlanishi, bir joyning o'ziga qamrab olinishi, bu o'quv mashg'ulotlar o'tkazish uchun ham juda ham bir
qulay. Aynan maktabni Soyliq qishlog'ida qurilishi bu bejizda emas. Aynan mana shu qishloqning o'zidan shu Kasaba uyushmalari maktabi orqali bir qancha sportchilarimiz yetishib chiqqan. Faqat Akbar Jo'rayev, Doston Yo'qubov, Ruslan Rahmatjonov jahon chempioni bo'lgan. Bitta qishloqning o'zidan Olimpiya o'yinlarining 2 ta ishtirokchisi, 3 ta jahon chempioni chiqqan. Aynan Muhtaram Prezidentimizning talablariga javob beradigan darajadagi bugungi kunda O'zbekistonni nufuzini xalqaro maydonlarda namoyon qiladigan darajada O'zbekistonni imijini mustahkamlashga hissa qo'shadigan yoshlarimiz yana ko'proq yetishib chiqadigan umiddamiz. Ilgari shahar infratuzilmasi bilan bog'lanadigan obyekt endi Akbar Jo'rayevning mahallasi Bo'stonliq tumanining Soyliq hududidagi Kichik Soyda ham mavjud. Endilikda og'ir atletika bilan shug'ullanuvchi iqtidorli va iste'dodli yoshlar soni yanada ko'payadi. Eng muhimi, yosh avlod bilan birga natijalar ham o'sadi. Prezidentimiz Akbar Jo'rayev yutuqlari uchun mana shunday sport maktabi sovg'a qildi. Bu maktab aynan Akbar Jo'rayev nomiga qurildi. Men Akbar Jo'rayevga havas qilaman va unday sportchi bo'lishni xohlayman. Buning uchun mana imkoniyat yaratib berildi. Mana shu sport zallarida shug'ullanamiz endi. Mana shu imkoniyatlar uchun prezidentimizga rahmat aytaman. Kelajakda prezidentimiz orzu qilgandek sportchilar bo'lib yetishamiz. Sportchilar mashg'ulotlari yoki musobaqalarning har bir zanjirini tahlil qiladigan uslubiy sinf va jamoaviy yondashuv uchun trenajyor zali va bunday yuqori darajadagi majmua uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar ko'zni quvontiradi. Hurmatli prezidentimiz Toshkent viloyatiga tashrif vaqtida shu Akbar Jo'rayevning muvaffaqiyatlaridan xursand bo'lib, u kishi shu albatta shu farzandimizni bir ibrat bo'ladigan bir maktabini yaratsak, shunday sharoit qilsak degan edilar. Bu gapga juda ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Bugun biz ana shu prezidentimizning oliyjanob niyatini amalga oshgan kuni bu yerga to'plandik. Albatta biz endi keksa avlod vakillari solishtiramiz. Oldin qanday edi? Shularni hammasini bir so'z bilan aytadigan bo'lganda, bizni hozirgi davlatimizni sportni siyosat darajadagi ko'targanligi va otalarcha g'amxo'rlik bilan bizni kelajak avlodimizga yaratayotgan sharoitini ko'rib, men albatta endi bolalarga, farzandlarimizga murojaat qilgim keladi. Qachon shunday sharoit bo'lgan? Biz endi davlatimizning sha'nini, obro'sini, g'ururini ko'tarish uchun butun vujudimiz bilan harakat qilishimiz kerak. Bu Akbarjonning safdoshlarini ko'paytiradigan maskanga aylandi bu. Men imonim komil. Bu joydan yuzlab Akbarjonlar o'sib chiqadi, yetiladi. Prezidentimiz tomonidan bizga biz sportchilar qo'llab-quvvatlab og'ir atletika sportiga alohida e'tibor qaratib, shunaqa zallar qurib berdilar. Bu uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Bizlardan keyin yosh avlod mana shunaqa zamonaviy zallarda bizlardan ham yaxshi natijalar erishishga harakat qilishadi. Kelayotgan 2028-yil Olimpiada o'yinlarida ham yurtimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarib, ularga sog'liq bo'yicha o'z hissamni qo'shaman. Mashg'ulotlar binosidan tashqari ichki hovlida shinam oshxona, odatda mehmonxonalarda uchratadigan sharoitlarga ega yotoqxonalar joy olgan. Shu yerning o'zida sun'iy qoplamali mini stadion ham joylashgan. Qurilish jarayonida yoshlarning sportdagi o'sish dinamikasi hisobga olingan holda har bir detal puxta o'ylab amalga oshirilgan. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz rahbarligida O'zbekistonda sportni, ommaviy sportni va professional sportni rivojlantirish bo'yicha ezgu tashabbuslar ilgari surilmoqda. Mana bugungi biz mana shu turgan obyektimiz ham muhtaram prezidentimizning Toshkent viloyatiga tashriflari chog'ida Akbar Jo'rayev nomidagi og'ir atletika sport maktabini bunyod etish bo'yicha O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasiga berilgan topshiriq asosida bunyod etildi. Ta'kidlab o'tish joizki, mazkur sport majmuasi yangi O'zbekistonda yagona sport majmuasi bo'lib, qisqa vaqtda va barcha qulayliklarni o'z ichiga olgan holatda barpo etildi. Bugungi kunda O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi tasarrufidagi respublika bolalar va o'smirlar sport maktablari faoliyatini ko'rsatyapti. O'ylaymizki, mana shu obyektda ham kelgusida Akbar Jo'rayev kabi vatan bayrog'ini yuksaklarga ko'taradigan, yurtini, vatanini, sha'nini dunyo arenalarida himoya qila oladigan sportchilar yetishib chiqishiga ishonamiz. Va bu uchun O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi har doim barcha ularni o'quv mashg'ulotlari bo'ladimi, sport sohasidagi intilishlari bo'ladimi, hammasini qo'llab-quvvatlashiga
doim tayyor. Akbar Jo'rayev nomidagi maktab bu shunchaki atoqli sportchiga bo'lgan hurmat, ehtiromgina emas, bu O'zbekiston sportining yangi davri ramzi bo'lib, unda har bir yutuq yanada yuksak cho'qqilar sari mustahkam qadam tashlash bilan barobar. Ilgari mahalliy yoshlar qanday sharoitlarda shug'ullanganini eslash ham joiz. Ular shunchaki moslashtirilgan, talabga javob bermaydigan, aslida zamonaviy standartlar qanday bo'lishi kerakligini eslatadigan jo'yali sabab ham topilmaydigan qorong'u va zax binolarda mashg'ulotlar o'tishar edi. Bugun esa prezidentimiz tashabbusi bilan jahon standartlariga mos keladigan muhtasham sport majmuasining barpo etilgani ko'plab havaskor va professional sportchilarning orzusini haqiqatga aylantirdi. Oldingi zalimiz bilan bu zalni farqi juda osmon bilan yercha. Chunki bu zalimizda bunaqa yorug'lik, bunaqa issiqlik, keyin bunaqa trenajyorlar bizaga orzu bo'lganda, prezidentimiz tashabbusi bilan Kasaba uyushmalar federatsiyasi tomonidan bizaga shundoq sharoitli zal qurib berildi. Bizada 3 tagina shtangamiz bor edi. Uni ham ikkitasi 15 kilolik bo'lsa, bitta 20 talik shtangamiz bor edi. Hozir bu yerda 20 tadan oshiq shtangamiz bor. 10 ta pamosimiz bor hozir. Yotoqxonasi bu birinchi o'rinda, biz zborga joy topa olmasdik. Bu yerda hozir hammasi qurib berildi. Abed, kechki ovqat uchun oshxonalarimiz ishga tushdi. Bundan tashqari har bir sportchini alohida individual shug'ullanish uchun sharoit yaratilgan zallarimiz ham bor. Bundan tashqari futbol stadionlarimiz bor. Foiz aytolamanki, bu zalimiz jahon standartlariga javob bera oladi. Avvalambor prezidentimizga rahmat deb qolamiz. Kelajakda 2 karra, 3 karra olimpiada chempionlarini chiqarishga va'da beramiz. Ehtimol bir necha yillardan so'ng aynan shu yerda tarbiyalangan bolalar Olimpiya o'yinlarida mamlakat sharafini himoya qilishga otlanar va O'zbekiston bayrog'ini shohsupaning eng yuqori pog'onasiga ko'tarar. Bu real jarayon ssenariysi. Aynan bu maskanda shunchaki havaskorlar emas, bo'lajak chempionlar yetishib chiqadi. Ilgari tabiat bag'ridagi bu maskanga dam olish uchun keladigan odamlar endi g'alaba qozonish natijasidan bahramand bo'lishadi. Ha, endi bu tog'larning yana bir sadosi paydo bo'ldi. Yangi g'alabalar hayqirig'i.